Biz farmatsevtika mahsulotlar ishlab chiqarish sohasida mana 5 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Bu uchun bizning korxonamizga Sog'liqni saqlash vazirligidan tegishli litsenziyalar hamda 2024-yildan GMP sertifikat litsenziyalarini ham olib faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Bu bizga nima beradi? Bu birinchi o'rinda GMP sertifikati sifatli mahsulotlarni aholiga yetkazib berishni ta'minlab berish bilan birgalikda bizning mahsulotlarimizni qalbakilashtirishga yo'l qo'ymasligini ham oldini oladi. Shu asosda mana 50 ta ishchi o'rni yaratganmiz ishlab chiqarish sohamizda. Shu faoliyat ko'rsatib, aholiga eng sifatli, arzon mahsulotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Mana bizga shu yildan yilga hukumatimiz tomonidan berilgan imtiyozlar asosida shu imkoniyatlardan foydalanib kelish hisobiga korxonamiz 5 yilda yillik obroti 3 milliardga chiqdi. Belgilangan soliqlarni o'z vaqtida to'lab, ishchilarimizning oyliklarini ham o'z vaqtida berib kelyapmiz. Endi mana muhtaram prezidentimiz tomonidan 2026-yil 5-mart kuni biznes farmatsevtika sohasini rivojlantirish masalasida ham selektor yig'ilishlari o'tkazildi. Shaxsan o'zim ham shu selektor yig'ilishda qatnashib, yig'ilish yakuni bo'yicha ham olam kuch-quvvat oldim, motivatsiya oldim. Ya'ni prezidentimiz tomonidan berilgan imtiyozlardan keng foydalangan holda korxonamizni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqdik. Shu asosida biz hozirgi kunda faqat galenika mahsulotlari ishlab chiqarish bilan bog'lanib qolgan edik. Men yig'ilishdan so'ng farmondan kelib chiqib, o'zimga yangi strategiyalarni belgilagan holatda Xitoy Respublikasi bilan korxonamizni rivojlantirish bo'yicha shartnoma shartlarini kelishdik. Keyingi oyga shu masalada biz Xitoy davlatiga tashrif buyurib, korxonamizga qo'shimcha infuziya mahsulotlari ishlab chiqarish yo'nalishini yo'lga qo'yish masalasini hal qilamiz. 2027-yil 1-yanvardan korxonamizda nafaqat galenika, balki o'sha bizga chetdan import bo'layotgan infuziya mahsulotlarini ishlab chiqarish masalasini ham yo'lga qo'yamiz. Ishimizni rivojlantirishga albatta bu farmonda berilgan imtiyozlardan keng foydalanamiz. Ya'ni o'sha berilgan yer va mulk soliqlaridan imtiyozlar, bojxona to'lovlaridan qilingan ozodlar, royalti shartnomasi asosidagi 20% lik to'lovlar 5% ga tushganligi, bu albatta hammasi bu chet ellik partnyorlarimizga buni aytganimizda boshida ishonmadi. Lekin biz farmon bilan ularga tushuntirib ko'rsatib qo'yganimizdan so'ng ular darrov biz bilan shartnoma shartlarini qilib, ya'ni O'zbekistonda berilayotgan imtiyozlardan, yaratilayotgan sharoitlardan ular ham biz bilan birgalikda foydalanmoqchi. Biz esa korxonamizni shu bahona faoliyatini kengaytirish, chetdan bo'layotgan import mahsulotlar importini qisqartirish orqali aholiga arzon mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha qattiq bel bog'ladik. Namangan viloyat soliq boshqarmasi bizga biriktirilgan xodimlar aloqaga chiqishda berilgan imtiyozlardan garchi xabardor bo'lsa-da, bizga atroflicha bu haqida tushuntirishdi. Bizni buxgalterlarimiz bilan bizda qancha qolayotgan mablag'larni o'zi biz hisob-kitob qilib chiqib, buni kelgusi faoliyatimizga yo'naltirishni soliq xodimlari bilan birga kelishib oldik. Buni hisobiga qo'shimcha ishni o'rni yaratish, qancha texnologiya olib kelamiz, qancha qurilish qilamiz, hammasini strategiyasini aniq lo'nda va raqamlar bilan qildik. Soliq xodimlari bizga o'sha foyda solig'idan, qo'shilgan qiymat solig'idan, yer va mulk solig'idan berilayotgan imtiyozlar, royalti shartnomasi asosidagi soliqlarning kamayganligi, bu barchasini atroflicha tushuntirishdi. Shuni hisobiga aytaman, bizda juda ham katta motivatsiya paydo bo'ldi. Bu motivatsiya bizga katta yuk yuklasa ham, lekin bu kelgusida bizni faoliyatimizni rivojlantirishga dars bo'lishi, sabab bo'lishini hisobiga biz o'sha 2027-yil 1-yanvarga o'zimizga reja qo'ydik. Infuziya sexi qo'shimcha biza rivojlantirish hisobiga yillik obrotimizni 30 milliardga chiqarmoqchimiz. Ilgari soliqchilar bizga faqat tekshirish nazari bilan qaragan bo'lsa, mana 2016-yildan beri tizimdagi islohotlar tubdan o'zgarish hisobiga hozir ular bizga yordamchi, ko'makchi bo'lishyapti. Telefon qilib nima kamchilik bor, nima qiynalyapsizlar, hisobot tuzishda xatoyimiz bo'lsa oldindan ko'rsatib berishadi. Biz to'g'rilaymiz. Muhtaram prezidentimizga rahmat aytaman. Barcha nazorat organlari ham moslashgan holatda tadbirkorga haqiqiy ko'makchi bo'lishmoqda hozirgi kunda. Biz o'ylaymizki, 2027-yildan biz ham korxonamiz tovar aylanmasi kuchayib, ishchilarimizning sonini oshirib, qo'shimcha ishchilarni yaratib, eng asosiysi bozorga sifatli arzon mahsulotlarni berishga harakat qilamiz.